Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugun biz bosh og'riqlari, ya'ni birlamchi bosh og'riqlari mavzusini oxirgi videosini olmoqdamiz. Ya'ni bir necha xil kam uchrovchi bosh og'riq turlari haqida gaplashib o'tamiz. Ya'ni valsal va amaliyot orqali chaqiriluvchi bosh og'riqlar, birlamchi yo'tal, ya'ni faqat yo'talganda bosh og'riq qolishi kabi bosh og'riqlari, undan tashqari jismoniy yuklama qilganda bosh og'rib qoluvchi birlamchi bosh og'riq turlari, jinsiy faoliyat bilan bog'liq bo'lgan bosh og'riq turlari va gipnik bosh og'riq turlari haqida gapirib o'tamiz. Bu bosh og'riqlar ham shu kundalik bosh og'riqlar bilan insonni bezovta qilib turadi va bularni ham o'ziga xos tomoni indomitsinga yaxshi javob beradi va kundalik 75 milligrammdan ya'ni 2-3 mahalga ichish mumkin. Gipnik bosh og'rig'i bo'lsa, gipnik bosh og'rig'i bu asosan sahar va 4-5 kechasi shunaqa tungi vaqtda yuzaga keladi. Insonni uyqudan uyg'otib yuboradi. Bu kasallikni davosiga o'sha kofe, indomitsin, litiy, melatonin kabi dorilarni qo'llash mumkin. Yana bir ikkita mashhur bosh og'riq turlaridan bor. Ular sankt va sona bosh og'riq turlari. Sankt bu qisqa davom etuvchi nevralgik forum, ko'zni yosh oqishi va ko'zni qizarishi bilan kechuvchi bosh og'riq bo'lsa, sona sindrom bu ham qisqa davom etuvchi avtonomik nevralgik forum og'riqlar bilan yuzaga keluvchi bosh og'rig'i turi hisoblanadi. Bularda o'ziga xos tarafi 10 sekunddan 10 minutgacha davom etishi mumkin. Juda qisqa davom etadi. Kunda 1-2 marta xuruji bo'ladi xolos. Unaqa ko'p tez xurujlar bo'lmaydi. Ikkovida ham ko'proq o'sha peshonada qizarishlar, qovoqni osilib qolishi, qovoqni ishishi, burunni bitishi, burun oqishi kabi belgilar bo'lishi mumkin. Endi biz qanday farqlab olamiz degan simptomlar, savollar ham berilsa, sankt sindromida anaqa ko'z oqishi va ko'zdan yosh oqishi va ko'zni qizarishi bo'ladi. Sona sindromida yuqorida aytib o'tgan sindromlarimizni bittasi bo'ladi. Yo ko'z qizaradi yoki ko'zdan yosh oqadi. Bularni shunaqa o'ziga xos ko'rinishlari mavjud. Sona sindromlarida og'riq turlari ko'proq o'sha bir taraflama bo'ladi. Ko'zni atrofida, peshonada, chakka sohasida o'sha og'riqlar asosan bir taraflama yuzaga keladi. Nimaga bu kasalliklar alohida ajratib oldik deganda, albatta bu terapiyaga xos, ya'ni boshqacha davolanadi. Yuqoridagi aytib o'tganimizdek indomitsinga javob bermaydi. Ko'proq antikonvulsantlar bilan davo rejalari amalga oshiriladi. Sankt sindromi o'ziga xosligi o'sha avtonom belgilar bilan birgalikda ham ko'z qizarishi, ham ko'zdan yosh oqishi kabi belgilar bilan birga keladi. Kuchli, qisqa davom etuvchi bosh og'rig'i, ya'ni bir taraflama bosh og'rig'i bo'ladi. Ko'proq 40, 50, 60, 70 yoshli insonlarda bu kasallik yuzaga keladi. Ko'proq zararlanish yuzaga kelishida o'sha 3 shoxli nervdan ham ahamiyat bor bo'lgani uchun buni o'sha 3 shoxli nervni o'sha 3 ta tarmog'ida amaliyotlar bajarish bosh og'rig'ini kuchaytiradi. Misol uchun chochni taralsa yoki bo'lmasa chaynalsa, yuziga teginganda og'riqlar kuchayishi yuzaga keladi. Sona sindromi xuddi yuqoridagi belgilar bilan kelib chiqishi mumkin, lekin ikkitadan bittasi. Yo ko'z qizaradi yoki ko'z oqadi. Shunisi bilan farq qiladi. Endi davolashga kelsak, davolash haqida gaplashib o'tsak. Demak, davolashda birinchi liniya preparati bu lamotrigin dori vositasi hisoblanadi. Telegramdagi kanalimizga o'tsangiz, bu silkada opsiyani yozib qoldiramiz. Qanchada ishlatilishi haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Birinchi liniya bizda lamotrigin dori vositasi hisoblanadi. Ikkinchi liniya dori vositasi bizda okskarmazepin, karbamazepin, duloxetin, gabapentin, pregabalin, lakosamid kabi dori vositalardan ishlatish mumkin. Shunaqa holatlar ham uchrab turadi. Ba'zan umuman doriga javob bermaydi. Shunday holatlarda gipotalamik deep brain stimulation, chuqur miya stimulyatsiyasi, oksidensiya nervini stimulyatsiyasi, undan tashqari o'sha trigeminal nervni dekompressiyasi kabi amaliyotlarni bajarish mumkin. Albatta bu kasalliklar haqida juda kam ma'lumotlar yuzaga keladi. Ko'pchilik ba'zi vrachlar bilmasligi ham mumkin. Shuning uchun bu ma'lumotlarni yaqinlaringizga ulashib qo'yishingizni tavsiya qilgan bo'lardi. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar videomiz manzur kelgan bo'lsa, iltimos like bosing va kommentariyda agar savollaringiz bo'lsa yozib qo'yishingiz mumkin. Albatta imkon boricha javob berishga harakat qilamiz.